Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Marta, FIFA Vinicius va Cristiano voqeasidan keyin futbolga yangi qoida kiritishi mumkin. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA Cristiano qonuni deb nomlanishi mumkin bo'lgan yangi qoidani joriy etish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. FIFA tegishli qo'mitasi raqibni haqorat qilayotganda og'zini futbolka bilan yopadigan o'yinchilarni jazolash masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda Marta xabar bermoqda. Chempionlar Ligasi play-off bosqichidagi Benfica va Madridning Real o'yini vaqtida Lisabon jamoasi futbolchisi Gianluca Cristiano va qaymoq rangliklar hujumchisi Vinicius Junior o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Bir lahzada Cristiano og'zini futbolka bilan yopib, braziliyalik o'yinchiga murojaat qildi. O'yindan so'ng Cristiano Viniciusga irqiy asosda haqorat qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Manchester United va Liverpool Juventus futbolchisi uchun kurashmoqchi. Manchester United va Liverpool Juventus yarim himoyachisi Kefren Thuramni yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytirish uchun variant sifatida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Timetalk xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, ikkala ingliz giganti ham 24 yoshli futbolchining turinlik klub bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzolashi ehtimoli yuqori ekanligini tushunmoqda. Biroq shunga qaramasdan ular fransiyalik futbolchini o'z saflariga qo'shib olishni maqsad qilishgan. Joriy mavsumda Thuram barcha turnirlarda 32 ta o'yinda ishtirok etib, 2 gol urgan va 3 golli uzatma bergan. Futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2029-yil yozigacha amal qiladi. Transfer Market portali o'yinchining bozor qiymatini 40 million yevro deb baholamoqda. Flick de Jong'ga germaniyalik himoyachini Real dan oldin qo'lga kiritish kerakligini aytdi. T-Touchline nashrining xabar berishicha, Flick Barsa rahbariyatidan Borussia himoyachisi Schlotterbeck uchun transfer bozorida kurashni talab qiladi. Barsachilar ustozi bu boradagi o'z pozitsiyasini sport direktori de Jong'ga yetkazadi. Bu holatdan Real jabr ko'rishi mumkin. So'nggi paytlarda Madrid grandi Schlotterbeck bilan faol bog'lanmoqda. Nufuzli Transfermarkt portali futbolchini 55 millionga baholanmoqda. Barselona Yamalga Ramazon oyida qanday yordam berishi ma'lum bo'ldi. Lamin Yamal Barselona tibbiy shtabi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus ovqatlanish rejasiga o'tmoqda. 2026 yilda musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi 18 fevralda boshlandi va 19 martgacha davom etadi. Roza paytida mo'minlar tong otgandan quyosh botgunga qadar yeb-ichishdan tiyiladilar. Quyosh botgandan keyin esa iftorlik qilinadi. Unda ham haddan tashqari ko'p iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Bu professional futbolchilik faoliyatida Yamal roza tutadigan ikkinchi Ramazon bo'ladi. Barselona Wenger uchun kun tartibining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan va me'yordan ortiq yeb yuborishga yo'l qo'ymaydigan alohida ratsion tayyorladi. Roza paytidagi Yamal uchun birinchi o'yin 22 fevral kuni Toshkent vaqti bilan 20:15 da boshlanadigan Levante-ga qarshi bahs bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.